Qo'qonda kutilmagan voqea ro'y berdi. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Ushbu xabar barcha fuqarolarga tezda yetib borishi uchun video ostiga like bosing. Qo'qonda kutilmagan voqea ro'y berdi. 16 fevral kuni Farg'ona viloyatining Qo'qon shahridagi ko'p qavatli uylardan birida gaz chaqnashi sodir bo'ldi. Hodisa oqibatida bir kishi hayotdan ko'z yumgan. Bu haqda viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, soat 21:18 da Qo'qon shahri Muqimiy ko'chasidagi ko'p qavatli uylarda yong'in to'g'risida Farg'ona viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga xabar kelib tushgan. Yong'in joyiga yong'in qutqaruv ekipajlari soat 21:23 da yetib borib, 21:25 da o'rab olingan, 21:32 da batamom o'chirilgan. Bildirilishicha, yong'in gaz-havo aralashmasining chaqnashi oqibatida sodir bo'lib, 50 kvadrat metr maydonda tom va shift qismlarining uy jihozlariga zarar yetgan. Chaqnash oqibatida 4 nafar fuqaro turli darajadagi kuyish tan jarohatlarini olib, shahar tibbiy birlashmasiga yotqizilgan. Ko'rsatilgan tibbiy yordamga qaramasdan bir nafar fuqaro hayotdan ko'z yumgan. Hozirda hodisaning sabablari aniqlashtirilmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Andijon viloyatining Andijon shahridagi ko'p qavatli aholi yashash xonadonlaridan birida chaqnash sodir bo'lgan edi.